Ha, o'rtoq yo'lga chiqqanman. Shundoq erkin postdan 500 metr chiqqanda yo'lda yuzib turibman. Bitakka yaqin joydaman. Sen xavotir olmagin, qornim ochib ketdi. Gummaxonim yeb boraman desa ekan. Voy, joylarni ham yorib tashlashibdi o'zini. Bitta to'y qilsa bo'ladi, bitta. Bay. Mazza yeyman endi bularni. Ha, ikkita odam olish kerak ekan, yana shu bir kutib o'tiribmiz o'rtoq. Choy, non, qand bepul. Ha, yo'q, senga emas. Men bitta bepulga narsa tarqatishayotgan ekan o'rtoq. Alo. Yo. Yeyapman. Yo'q, mashinada yeb ketyapman. O'rtoq, mashinada yo'lga chiqqanmiz, yo'ldaman. Sen kutib qolmagan deb yo'lga mashinaga olib oldim, mashinaga. Gumma yeyapman. O'rtoq, gumma xonimdan olib oldim. 24-7 ishlaydigan bor. Shaharda filiallar rosa ko'p. Va shunaqa zo'r mazasi o'rtoq. Va mana shu gumma xonimlarga ham gap yo'q-da, bor-ku. Naq bozor xonimining o'ziga. Hoppa. Ha, o'rtoq. Ha, yo'ldamiz. Kelib qoldim. Ozgincha qoldi, ozgincha. Xavotir olma. Kutganingga arziydi. Senga limon ham olib olganman. O'rtog'im ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Ham gumma xonim oldim, ham limon olib oldim. Endi yo'lga chiqsam ham bo'ladi.